Tılsımlar dünyasida nur quchqan olim Rishad Abbas. Adabiy axborot. Abdori Qaysar Mijit. Birinchi. Ajab güzel kun bo'ldi bugun. Sama ko'p-ko'k, dengizmi ko'p-ko'k. Tabiat ilhom buliqi. Men uchun sen mangu so'yimlik. Ko'k yuzida jilvidor bo'lib, quyosh chachar illiq nurini, hislarimni allay etidu, hayvati zo'r dengiz to'lqini. Nazininning so'yishlaridek so'yib o'tar yozning shamili, erkin uchib yurgan turnalar, sahildagi sohib jamollar, go'zallikka asra yigitning o'g'rilaydi xiyollarini. Ey tabiat, go'zalsan ajab, kayf bo'ldim quchoqlaringda. Sen o'zingsan tilsim dunyosi, yo'l ochsan tasavvurimga. 9-iyul shanba kuni Boston. Odamlar dengiziga aylangan River soyilida tanho mengib ketib o'tib, birdilla ko'zim yoz faslining raytini surayotgan nurg'unlagan odamlar orasida İtaliya degan xat besilgan maykalarni kiyib olgan sohib jamollarga, İtaliyaning davlat bayrog'ini ko'tarib olgan yashanganlar va yoshlarga tushdi. Bu qari yosh, ayol, ushoq cho'ng, pishiq to'ng kishilar Bostonda yashayotgan italiyaliklar pushtidan bo'lgan amerikaliklardir. Bugun ular Әтті İtaliya bilan Fransiya o'ttirsida Germaniyada elib berildigan futbol musobaqasida İtaliya komandasiga bo'lgan yaxshi tilaklarini hamda o'zlarining yiltizi tutashgan İtaliyaga bo'lgan cho'nqur muhabbatini dengiz sohilidagi tabiat go'zalligidan huzurlanish tuyg'usiga singdirib etishgan. Hatto Bostonning shahar boshlig'i Thomas Menino mo italiyalikning pushtidan. Bir muxbir uningdan qaysi komandaning utib olishini umid qilsiz deb so'rganida, uning albatta Italiyaning deb javob bergani meni o'ylantirdi. Insoniyat jamiyati nurg'un issiq sovuqni boshdan kechirib 21-asrga qadam qo'ygan. Pen texnika uçqandek taraqqiy qilayotgan bugungi kunda yer sharlishish va o'rtaq insonchilikni tashabbus qiladigan davlatning vakillik xarakteriga ega bir puhrasi yanala ajdodlarining urug'i chechilgan zamonga talpinayotidi. O'z yiltiziga tortayotidi. Qaraganda kishilarning o'zlik, shon-sharaf tuyg'usi мәңгүлік bo'ladigan o'xshaydi. O'zining italiyaliklar pushtidan ekanligini mag'rurlik bilan namoyanda qilishib, hayajonli kayfiyatga cho'mishgan bu odamlar to'pini ko'rgan, ammo bu yerni yaxshi tushunmaydigan har qanday bir odamning bu yer Italiyaga tavazimin o'xshamamdi deb qilishi aniq turgan gap. Men bu manzirdan qilchimo hayajonlanmadim. Chunki men uchun bu futbol musobaqasida kimning utishi baribir. Mubada qaysi bir komandaning ichida Tarim daryosining suyini ichib, Tangri tog'ining havosida nafas elib cho'ng bo'lgan birarsi bo'lsa edi, u chaqda mening inkosim boshqacha bo'ladi. Xuddi milyonlagan Aljeriyliklar Zidan boshchiligidagi
Fransiya komandasының yengilishini arzu qilgandek, menmo aşı yigit mansub bo'lgan komandaning yengilishini arzu qilar edim. Hatting ay, hozir bu bir tush. Odam go'sh bilan qondan, ruh bilan jondan tutgan narsa. Shunga uningda hissiyot va hayajonlanish bo'ladi. Lekin odamlardagi hissiyot va hayajonlanishning sababi va darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ammo bir narsa aniqki, odam hayajonlanganda uningdagi yoshurun qobiliyat o'zini ifodalayalaydi. Natijada sezgi a'zolari qilayotgan ishida odatdan tashqari darajada o'z iqtidorini joriy qildirdi. Masalan, shoir hayajonlanganda uning mugdab qolgan nervi hujayralarining xizmati jonlanib ketadi-da, tafakkur farishtasining etigidan ajoyib fikr turtanlari to'xtovsiz to'kiladi. Olim hayajonlanganda balki u cho'ng olamshumul bayqashni va yoki jahonni hong-tong qoldiradigan nazariyasini o'ttirg'i qo'yib o'tishi mumkin. Sen ma'lum xil go'zallikka maftun bo'lganda hissiyoting urg'iydi. Shoirona tuyg'ularga cho'misan. O'z xalqing ichidan chiqqan munavvar o'g'il qizlar ma'lum sohada cho'ng sharaflarni qo'lga keltirganda ixtiyorsiz hayajonlansan va faxrlanish hislarga ko'milsan. Albatta, his hayajonning o'ziga tushliq dialektikasi bor. Odam ba'zida kichik, arzimas ishqa qaynash, g'azablanish tufayli o'zini kontrol qila olmay, ahmoq ishni qilib, pushaymonga qilishi, hatto jinoyatchiga aylanib qilishi mumkin. Men bugun insonlar orasida bo'layotgan qiziqchiliklardan hech qanday hayajonlanish his qilmadim. Aksicha, Xudoning xosiyatlik bu kunida tabiatning go'zalligiga shaydo bo'ldim. Men uchun tabiat anglasa anglag'isi keladigan yiqimli kuy, o'qisa o'qig'isi keladigan roman, ko'rgan siri ko'rgisi keladigan go'zal jononning o'zi. Men uningga maftun bo'ldimmi? Bo'ldi. Xiyollarim qanot chiqarib, o'tmish bilan hozirning girvaklarida o'zim va o'zimiz haqida, biz va boshqalar to'g'risida, hozirimiz bilan kelajagimiz haqida aylanib yuradi. Mana bugunmi shunday bo'ldi. Ko'ngil ekranimda oliy maktabda o'tkazgan kunlarim xuddi VCD plastinkasidek bir-birlab o'tmoqda. Mana universitet klubida o'zining nima da'vatqanligini tushunib, naqsh aytadigan oz sondagi naqshchilarimizdan biri bo'lgan talantliq naqshchi Izzat Ilyas odamning qalbini titirtadigan nazokat va aql hislarini uyg'otadigan mahorat bilan naqsh aytib. Boshqalar chiqdi oyga yulduzga, bizdagi g'am bugun to'y bilan dasturxon. Mana 20-asrdagi Uyg'ur hozirgi zamon faylasufi va yutuq olim marhum Abdushukur Mamtimin No'ruz bayramini xotirlash yusidan o'quvchilar birlashmasining talabiga binoan universitet qizlar oshxonasining ostidagi o'quvchilar faoliyat zalida so'zlamoqda. Boksyor musobaqasida raqibini yengib olgan chempionga kishilar guldiras olqish sadolarini yangritib etishdi. Vaqtini ilm-fan, o'rganish, tadqiqot va kitob yozish
xalqni oqartish bilan o'tkazayotgan olimning keynidan kishilar to'y to'kinga bormaydi, odamgarchilikni bilmaydi deb og'rinishdi. Mana, yana shu olim universitet ximiya fakulteti o'qitish binosining 4-qavatidagi zalida o'quvchilarga nutq so'zlamoqda. Hasadxo'rlik, sharqcha hasadxo'rlik va g'arbcha hasadxo'rlik deb ikki xil bo'ladi. Bu ikkisining farqi shu yerdaki, g'arbcha hasadxo'rlikda kishilar "Men sendan qolamdim" deb ijodiyat va tadqiqotda o'ziga talab qo'ydi. Tirishidi. Natijada o'zi kasbda ilgirlaydi, jamiyatning olg'a besishiga ko'rinarli darajada to'hfa qo'shidi. Sharqcha hasadxo'rlikda "Men chiqolmagan daraxtga senmi chiqma" deydi-da, yoki daraxtni kesishga o'rnidi, yoki putungdan tortishga aran turdi. Natijada o'zi hasad dastidan azoblanib kasal bo'ladi. Jamiyati kaynada qoladi, ziyon o'zigami bo'ladi, jamiyatgami bo'ladi. Ko'z oldimda oliy maktabda yozgan kundalik xotiram. Oliy maktabning 4-yilligidagi oktyabrning bir kuni. Onunga mundaq yezib ekanman. Men aqlimni bilgandan boshlab millatimizni taraqqiy qildirayli degan gapni anglab kelyapman. Buni o'qituvchilar da'vatidi. Yozuvchilar yezyapti. Rahbar bo'lg'uchilar so'zlayapti. Hatto menmo o'quvchilarga o'rganish tajribasini tonishtirish faoliyatining boshlanish qismida taraqqiyotga ilm-fan o'rganish orqali erishalaymiz deb so'zladim. Zodi taraqqiyot degan nima? Oliy maktabda o'qisaqla millatni taraqqiy qildirg'ili bo'lamdi. Zodi qandaq sabablar yoki qandaq shaxslar bir jamiyatni taraqqiyot yo'liga yetaklay oladi? Xiyollarim safarni davom qilmoqda. Hozir men yashayotgan Bostonda bundan 300 yil ilgari Benjamin Franklin degan mashhur faylasuf, kashfiyotchi ham siyosiyon kishi tug'ilgan. Men Urumchida inglizcha o'rganib yurgan chig'imda bir kitobdan uning "Ma'rifatlik millat qulluqqa mahkum bo'lmaydi" degan so'zini o'qib, barhaq degan edim. Mana amaliyat isbotlab turibdi. Ilm fan bilan qurollangan, ma'rifni ching tutgan, izdinish, ijod qilish ro'yiga boy, kuchlik raqobat eng'iga ega har qandaq millat va davlatning rivojlanmag'ini, ro'naq topmag'ini yo'q. Siz buni 2000 yildan ortiq sargandorlik, vatansizlik va milliy azob oqibatlarni yetkichi tortib, Hitler tarafidan vahshiyona turda irqiy qirg'inchilikqa uchragan Yahudi millatiga qarang. Ularning kichik bo'lsa-mu qudratlik vatanining bo'lganini aytmayli qo'yayli. Muhimi ularning ma'rifatga bir xalq sifatida ahamiyat berish. Mana bugun ularni dunyoning siyosiy va iqtisodiy ishlariga hal qilg'uch ta'sir ko'rsatadigan millatga aylantirdi. Siz yana podsholari va yoki boshbaqonlarning qonxo'rligi, aldamchiligi tufayli 2 dunyo urushida zo'r talofatlarga duchor bo'lgan dahi Yapon millati va yoki German millatiga qarang. Ularning hammasi qisqagina vaqt ichida urush xarobiligidan dasturib, ilm-fanga va ilg'or texnikalarga tayinib, xonavayron bo'lgan davlatini qayta qurib chiqib, bugungi dunyoda yana 4ning biri bo'lib, mag'rurlik bilan yashayotdi. Yakki davlat
va rayonlarni qo'yib turib, butun insoniyat jamiyatining bugundan o'tmishiga nazar solsak, ilm-fan texnikasidagi har bir yangilik va bo'sishning insoniyat jamiyatini ilgari bostirgan g'oyat zo'r kuch ekanligini texmo ro'shan holda ko'rib olamiz. İlahi kitaplarda aytilishicha, odam bu dunyoning markazi ekan. Shundaqla iloh yaratishni yaratdim, yaralmishing o'zingdan deganmish. Ya'ni qandoq yashash huquqini jumladan ilm-fan bilan shug'ullanish, shug'ullanmaslik, taraqqiy qilish, qilmaslikdan iborat tanlash huquqini insoniyatga bergan ekan. Ko'rib turibdimizki, insoniyat o'zining uzoq asrlik tarixiy musofasida eng dastlabki bir jup ajdodi anjur yaproqlarini o'zlariga yepinchi qilishdan hala bugünkidek holatga kelguncha tilsimlarga to'lgan bu fani dunyoda to'xtovsiz turda izlanib, ijod qilib, olamshumul o'zgarishlarni borliqqa keltirdi. Gerçi har qaysi millatlar, madaniyatlar bu xil yuksalishga tegishlik as qo'shgan bo'lsa-mu, ammo hozir biz ko'rayotgan zamonaviylashishning piltisiga o't tutashtirg'ichilar 18-asrda oqartish harakatini qo'zg'agan va 18-asrning o'ttirlarida par mashinasini kashf qilib, insoniyatni sanoat inqilobiga boshlab kirgan yevropaliklar bo'ldi. Galiley va Newtonlarning kuzatish ham tajribadan o'tkazish orqali o'ttirg'a qo'ygan bayqashlari, nazariyalari tabiat dunyosining o'zaro moslashgan tartibli holda ma'lum xil fizikalik qonuniyatlar orqali mavjud bo'lib turadiganligini ko'rsatgan bo'lsa, Thomas Paine, Montesquieu, Rousseau, Francis Bacon va o'xshash mutafakkirlar ilm-fan va texnika orqali insonlarning tabiatni yaxshi tushunib, o'zlarining yashash muhitini yaxshilay oladiganligiga ishonishdi va shu xil iddiyaning urug'ini o'z jamiyatiga chechib, Yevropa fan madaniyat gullanishining oltin davrini yaratdi. Ashundoq ulug' oqartish harakatining natijasida ayni chog'dagi Yevropada har qaysi sohalarda cho'ng yangiliklar, o'zgarishlar yuz berib va tadrijiy holda yer sharining bulung pushqoqlariga tarab, insoniyatning muhtojlik olamidan mumkinlik olamiga qadam qo'yishiga asos soldi. Alayli, par mashinasining ijod qilinishi bilan insoniyat jamiyati sanoat inqilobiga homil bo'ldi. Ishlab chiqarish kuchlaridagi bu zo'r yuksalish yer sharining qiyofatini shiddat bilan o'zgartdi. Qatnash, transport taraqqiy qildi. Zavod, fabrikalar qurilib, ishlab chiqarish ko'lamlashdi. Tovar almashtirish kuchayib, savdo, tijorat gullandi. Kishilarning turmush usulida, idisida, ijtimoiy, iqtisodiy faoliyatlarda zo'r burilish bo'ldi. Ish taqsimotining inchikilishish, emgak unumdorligining eshishi kishilarning iqtisodiy kirimini yuqori ko'tarib, ularning turmush sharoitining yaxshilanishini keltirib chiqardi. Oziqlanishning yaxshi bo'lishi, oldini olish xarakterlik ommaviy sahiya ishlarining taraqqiy qilishi va meditsina, dori tadqiqot sohasidagi bayqashlar, kashfiyotlar kishilarning sifatlik va sog'lom holda uzun umr ko'rishiga
asas saldı. Мәселен, Alexander Fleming tərəfindən 1928 yılı pensilinning tasodifiy bayqalışının özüla kishilarning o'ttirchi ömrini bir necha 10 yil oshirdi. Növbətdə biz davlatning taraqqiyot saviyasiga baho berganda uni burunqidek an'anaviy holdagi kishilarning kishi beshiga o'ttirchi to'g'ri keladigan kirimi, ya'ni iqtisodiy o'lcham bilan emas, balki yana shu jamiyatda yashagan kishilarning sifatlik holda uzun ömür ko'rolmasligini qo'shib turib baho beramiz. Mushu tarozi bilan o'lchiganda navbatda aholisining o'ttirchi ömür ko'rish yeshi 50 yosh atrofida bo'lgan bir davlat yoki jamiyat aniqki nomrod va qoloq bir davlat hisoblanadi. Bugungi Tövenki Sahara, Afrika qit'asidagi nurg'un davlatlar dal mana mushu tipga kirdi. Demak, tar ma'nidan aytganda, taraqqiyot kishilarning iqtisodiy kirimining yuqori ko'tarilishini ko'zda tutib qolmasdan, balki yana ularning sog'lom holda uzun umr ko'rishini ko'zda tutsa, keng ma'nidan bo'lsa, kishilarning yashash sharoitining yaxshilanishi va ijtimoiy tanlash fursatlarining kengayishini ko'rsatadi. Keng ma'nidagi taraqqiyot uqumining aniqlamasi faylasuf, iqtisodshunos va Nobel iqtisod mukofoti laureati Amartya Sen apandiga tava. Xiyol yo'lovchilarim mush yerga kelganda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ilm yiroq chinda bo'lsimi ilinglar deb naqadar to'g'ri aytganligiga qoyil bo'ldim. Quyoshning o'tdak haroratida bargan siri qiziyotgan zimin ussuzlikqa tashna bo'layotganligimni sezdirgandan keyinla xiyol dunyosidan qaytib keldim va soğuk ichimlik ichkili mangdim.